Qadrli teletomoshabinlar, biz davom etamiz. Jonli efirdamiz ayni vaqtda. Siz Munavvar kun musiqiy dam olish dasturining seshanba tongini tomosha qilib boryapsiz. Bugun ham ish kuni, dam olish kuni deb o'ylayman. Chunki odatda shanba, yakshanbada dam olgan inson qatorlashgan 2 kun dam olgisi kelib qoladi. Ish kunini unutib qo'yadi. Gapingizga qo'shilaman. Shuning uchun ham dushanba, seshanba kechikishlar kuni deb e'tirof etsak bo'ladi menimcha. Ko'pchilik kech keladi ishga, ko'pchilik esidan chiqib ketib qoladi. Zo'rg'a otlarimiz hali bu ish narsa emas. Bahor fasli kelyapti, insondan anchayin kuchni olib qo'yadigan, uyqu chaqiradigan fasl hisoblanadi. Shuning uchun ham hozir nima deydi? Meva, sabzavotlar va umuman barcha energiyaga to'yib oladigan yana 11 kunimiz bor hali. To'ppa-to'g'ri gapingizga qo'shilaman. Va Munavvar kun musiqiy dam olish dasturimizni jonli qismiga ham yetib keldik mana. Albatta, va nihoyat biz yetib keldik. Mehmonlarimiz allaqachon tashrif buyurishgan. Termiz shahridan emas, Termiz tumanidan emas, Olis tumanimizdan taklif qilganmiz. Oltinsoy tumanidan tashrif buyurishgan va men ularni tanishtirib o'tadigan bo'lsam. Xo'sh, dastlabki ilk mehmonlarimiz Oltinsoy tuman 15-bolalar musiqa va san'at maktabi jamoasi o'qituvchilari Asliddin aka Norqobilov bilan birgalikda o'quvchilari tashrif buyurishganlar. Hammalaringizni studiyamizda ko'rib turganligimizdan behad mamnunmiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Asliddin aka, kayfiyatingiz qanday? Kayfiyatlar yaxshi. Ochig'i shogirdlaringiz bilan birga keldingiz deb o'ylagandim, lekin siz baxtga qarshi Termiz shahrida. Baxtga qarshi deganingiz nimasi bo'ldi endi? Yo'q, endi yanada yaqinroq bizga demoqchiman-da. Shunaqa. To'yib uxlayapsiz-da? Menimcha o'qiydigan hamshiralik insonlar unchalik uxlay olmasa kerak, ayniqsa o'zingizdan magistr, siz faqat uxlashni o'tkazyapsizmi dissertatsiya ishlarini? Xo'p, aslida kayfiyatlar yaxshi, a'lo darajada. Xo'p, bugun o'zingiz aytib o'tdingiz, ham magistratura bosqichida tahsil olyapman, ham universitetda dars beryapman dedingiz. Undan tashqari bu yerda shogirdlaringizni ham ko'rib turibmiz. Mana shu 3 jabhada ishlash insondan qanchalik sabr, toqat, matonatni talab etadi. Qanday qilib ulguryapsiz, qanday qilib uyg'unlashtiryapsiz hammasini sirlari bilan bir bo'lishingchi. Oila qo'ygan bo'lsangiz 4-tarafi ham bor. Bor. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi kun barchamizga xayrli bo'lsin. Biz asosiy ish joyimiz 15-bolalar musiqa va san'at maktabida va shu 15-musiqa maktabida ishlash bilan birgalikda o'zimizning mutaxassisligimiz bo'yicha magistratura bosqichini ham o'qiyapmiz. Shu kafedramizda musiqa mahorat va madaniyat kafedrasida akademik xonandalik, an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha dars ham berib kelyapmiz. Bu bizga katta imkoniyat, ham ustozlarimizdan bilim olib, uni ham amaliyotda qo'llash uchun bizga yaratilgan katta imkoniyat. To'ppa-to'g'ri bizga qo'shilamiz. Mana yuqorida e'tibor bergan bo'lsangiz, to'yib uxlab olgan bo'lsalar kerak-a deb ozgina hazil qilib ketdim. Chunki mana biz kadr orti jarayonlarida gaplashdik, qadrli teletomoshabinlar. Oltinsoy tumani vohamizning eng olis hududlaridan biri hisoblanadi. U yoqdan yetib kelishni o'zi bo'lmaydi. Aytishlari bo'yicha ertalab soat 4 dan mana shogirdlar yetib kelishgan ekan. 4 da yo'lga chiqqanmiz edilar-a? 4 da yo'lga chiqishgan. Demak, soat 3 larga yaqin uyg'onishgan. Tayyorgarlik qilishgan va kelishgan mana Termiz shahriga. E'tibor uchun kattakon tashakkur sizga. Shogirdlaringiz bilan suhbatlashadigan bo'lsak. Marhamat, o'zingizni tanishtirib o'ting. Men Zayndelov Sadriddin. Oltinsoyda yashayman. Kayfiyatlar qanday? Salomatmisiz? Zo'r. Sadriddin necha yildan beri musiqa san'at maktabida tahsil olasiz? 5 yildan beri. 5 yildan beri. Qaysi yo'nalishda? Akademik xonandalik. Akademik xonandalik. O'zi kimlarning ijodini yaxshi ko'rasiz? Kuzatib borasiz? Shu san'atkorlar hammasini. Endi Sadriddin, men sizga bir qiziq savol bermoqchiman-da. Menimcha, endi sahnaga chiqqan odam kimnidir o'ziga bir ustoz deb biladi-da, zero u uni o'qitmagan bo'lsa-da. Kelajakda agarda sizga bir imkoniyat berilganda, katta bir sahnada duet kuylash uchun qaysi bir buyuk xonandamizni tanlagan bo'lardingiz? Ulug' ustoz sifatida. Xo'sh. O'ylab ko'rgansiz? Yo'q. Yo'q, hali o'ylab ko'rmagansiz. Balki boshqalar o'ylab ko'rgandir. Marhamat, keyingi ishtirokchimizga. Assalomu alaykum. Mening ismim Kamolov Burxoniddin. Men 15-bolalar musiqa va san'at maktabida 4 yildan beri o'qiyman. Burxoniddin, qanday kayfiyatlar a'lomi? A'lo. Uyqular kelmayaptimi? 4 yil davomida nimalarni o'rgandingiz? Xo'sh. Qo'shiq aytish, musiqa asbobi chalish, chalishlarni, nazariyada akademik xonandalikning sirlarini o'rganib oldik. Endi o'qituvchingiz Asliddin aka, yo boshqa o'qituvchilaringiz ham bormi? Yo'q.
o'qituvchingiz qanaqa qattiqqo'lmi yoki mehribonlikni Ha, bizga qarab ayting, bizga qarab ayting. Mehribon va qattiqqo'lman. Mehribon va qattiqqo'li ham bor ekan lekin. qattiqqo'li ham bor, bor. Hop, mikrofonni uzatamiz. Hop. Xush kelibsiz. Burxoniddin Men adashmasam. Toyirov Karimullo 15-bolalar musiqa maktabida 2 yildan beri o'qiyapman. Qaysi yo'nalish desam, akademik xonandalikmi? Yo'q, men an'anaviy xonandalik. An'anaviy xonandalikning nima farqi bor ekan? Akademik Karimullo? xonandalikdan. An'anaviy xonandalik qo'shiqlar o'rgatadi, maqom. Akademik xonandalik bu opera, Ha, zamonaviy qo'shiqlar desak bo'ladimi? zamonaviy qo'shiqlarni o'rgatadi. Maqomlarni o'rganish uchun uni yodlash kerakmi yoki shunchaki ijro etish kerakmi? Uni yodlash kerak so'zlarini. Qiyin bo'lmaydimi? Yo'q, Zerikarli emasmi? yo'q. Qo'y, zo'r. Akordionchimiz o'tiribdi lekin bu yerda hozir. Akordeonchimizga ham so'z beramiz. Marhamat, tanishib olamiz. Va alaykum Men assalom. ismim Mingniyozov Nurmuhammad. Oltinsoy tumanidagi 15-bolalar musiqa va san'at maktabida 4 yildan beri tahsil olaman. Demak, akordeon yo'nalishi bo'yicha yo boshqa sohalarda ham o'zingiz sinab ko'rganmisiz? O'zi qaysi yo'nalishda tahsil oladilar so'z akordeon chalishdan tashqari? Bizda musiqa maktabida tanlangan aynan bitta mutaxassislik tanlanadi va unga qo'shimcha tanlangan fan degan soatlarimiz bor. Masalan, akordeonda o'qiyotgan Nurmuhammad shogirdimiz rubob chalishga qiziqadigan bo'lsa yoki an'anaviy xonandalik bo'lsin, akademik xonandalik bo'lsin, xonandalikda qaysi yo'nalishiga yoki tasviriy san'atga qiziqadigan bo'lsa, tanlangan fan sifatida bu kishiga biriktirib beriladi ustozlarga. Keyin ikkita yo'nalishda ham birgalikda olib ketaveradi. Dars olib ketilaveradi. Xo'sh, nima qilamiz? Bir jonli ijroda bir akordeon eshitib olamizmi? Akordeondan boshlaymiz. So'z nima deysiz? Aslidan aka, yoshligimdan mana shu asbobga qiziqaman deb nomini bilmas edim kichkinaligimda, lekin mana shu asbobni chalishga, ushlab ko'rishga rosa qiziqardim. Hozir endi dasturdan keyin albatta bir o'zimni sinab ko'raman. O'xshasa o'xshamasa endi chidab turasizlar, xo'p? Mayli. Xo'p. Boshladik qani? Qanaqa kuy eshitamiz? Men hozir sizlarga Albert Hossenning Flick Flack asarini chalib bermoqchiman. Marhamat, tinglaymiz. Boshlaymiz.
gap bo'lishi mumkin emas. Mana Munavvar kun ko'rsatuvga nechta sonidan beri boshlovchilik qilayotgan bo'lsam, hech bir jonli tarzda akkordeonning ovozini eshitib ko'rmagan ekanman-da, Quvonchbek aka. Endi sizga bir savolim bor edi. Shogirdlarim, bu yerda chap tarafida pianinoga o'xshaydigan klavish ko'ryapman. O'ng tomonida qanaqadir bosqich, o'rtada jabra. Keling, Igorxon, yaxshi mamda qilaylik. Hozir markazga taklif qilamiz. Keling, chiqib oling. Mikrofonni berib turing. Aha, o'tirib o'rtaroq keling. Demak, hozir biz hammaga tushuntirib beramiz. Ko'pchilik akkordeonni ko'rgan bo'lsa-da, uni nima deydi? Maxsus qismlarni bilmaydi, albatta. Keling, tanishtirib o'tib ketamiz. Demak, qaysi qismi bu? Bu o'ng qo'l qismi. Xuddi pianino kabi ishlaydi. Va qo'llar buni talab qiladi chalish uchun. Pianinodan kam emasmi klavishlari? Kam, lekin bu yetarlicha notalar bor. Notalar bor. Demak, mana bu qismiga o'tamiz. Bu tovushlarni har xilcha qilib beradi. Masalan, yuqori, pastki notalarda qalin, yuqori. Xo'p, demak, o'rtadagi qismi. Xo'p, jabra deb o'tdi, Nigora. Xo'p. Bu o'rtadagi qismi bu. Ochilib yopilish uchun mana ular tovush chiqish uchun klavishlar shunga yordam beradi bu. O'zi nima qo'shimcha vazifa bajaradi bu? Bu Xo'p, havo bilan yordam beradimi ovozga? Havo bilan yordam. Havo bilan yordam beradi. Xo'p, men bir narsaga e'tibor berdim hozir Nigora. Mana bu qismdan ko'ra bu qism qanaqadir men uchun muhim deb tuyuldi, lekin ishtirokchimiz, mehmonimiz faqat bu tomonga qarab chaldi. Lekin barmoqlar bu yerda ham ishtirok etdi. Xo'p, bu tomondagi bosqichlar nimalar deb aytiladi? Xo'sh. Bu qism chap qo'l, chap qism deyiladi. Bu nimada ahamiyatli bu? Bu bas tugmachlar bo'lib, bu chap qo'l bilan o'ng qo'l yaxshi ijro etilishiga yordam beradi. Yordam beradi. Adashib ketmaymizmi chalayotganda? Chalayotganda adashib ketamiz, endi bildirmaymiz. Bildirmaymiz, kuy orasiga qo'shilib ketadi adashgan joyimiz ham. O'tirsangiz bo'ladi. Mikrofonni. Rahmat sizga e'tibor uchun. Batafsil tushuntirib bera oldi, men jada shogirdingiz. 4 yil bo'lsa-da, lekin yaxshigina ijro bo'ldi deb o'ylaymiz. O'zi ko'pchilik aytishadi-ku, Yevropa zo'r, Italiya, Fransiya deyishadi. Kim aytdi? Mana o'zimizda ham bor. Zo'r ijrochilar bor. Faqat bizda shunaqa bir narsa borki, iste'dodli insonlar ko'p ham o'zini namoyish qilavermaydi. To'g'ri. Bilmadim, xalqimizga xos bu kamtarinlik odat-ya. Qimtinishadi, ozroq tortinishadigan odatlari bor. Agar deylik Yevropadan qolishmaydi deb o'ylayman. To'g'ri, gapingizga qo'shilaman bu borada. Va navbatlarini kutib turgan, navbatdagi aslidan ekan shogirdlari ham bor. Ularni birma-bir sahnamizga taklif qilamiz. Qaysi biridan boshlaymiz? Xo'p, siz o'zingiz taklif bering. Qaysi qo'shiq bilan boshlaymiz? Qaysi shogirdingiz sinovdan o'tkazib ko'ramiz hozir? Zaynidinov Sadriddin shogirdimizdan qo'shiq eshitsak. Qanaqa qo'shiq eshitamiz Zayniddin? Mikrofonga. Davraga tush. Marhamat, davraga tushing endi. Davramizni markaz sizni kutmoqda. Boshlaymizmi? Hayajonlarni yengib olamiz, Yashang. Boshladik.
qarsaklar. To'g'risi Quvonchbek aka, bu qo'shiqni boshidan oxirigacha bilar ekanman, o'zim bilmagan holatda. O'zi o'zbek xalqi nima to'ysevar xalqda. Bunaqa qo'shiqni ko'proq to'yda eshitib, o'zi yodlamam olgan ekanman. Aytmabsizda, birgalikda bir duet kuylab yuborardik. Men ham o'zim endi yaxshi deb qo'yayin. Bilaman. Faqat shu safar eshitmay turaylik, keyingi safar eshitamiz. Bo'ldi, kelishdik. Xo'p, hozir lekin qizimiz nimagadir xafa bizdan. Shunaqa yoki uxlab qolyaptilarmi? Nima kayfiyatingiz yo'q? Mikrofon uzataylikchi. Qani, Imonaxon bilan suhbatimizni amalga oshiraylik. Salom aytmisiz. 4 ta zabardast yigitimiz oldida bitta chiroyli bo'lib o'tiribdilar. Shunaqa gulimiz bo'lib turibdilar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz? Kayfiyatlar qanday? Zo'r. Uyqus kelmayaptimi mana? Soat 3 da turdingizmi uyquda? Tasavvur qilyapsizmi? 3 ta uyg'onib kelishdi o'zi bo'ladi. Xo'p, necha yildan beri san'at maktabida o'qiysiz? 5 yil. 5 yildan beri. 5 yil necha yoshsiz o'zi? 9. Ha, 9 mi? 9 yoshmi? 4 yoshdan borganmisiz? Raqs bo'yicha shug'ullanasizmi yoki boshqa bo'yicha? Raqs. Raqs bo'yicha nechta raqsni o'rgandingiz shu vaqtgacha, Imona? Ko'p. Ko'pmi? 100 talar bormi? 10 ta. 10 tadan ko'p, a? Hozir bizga akalaringiz qo'shiq aytsa, o'ynab ham bera olasizmi o'zingiz? Chiroyli fantaziya qilib, kelishdikmi o'ynab berasiz? Demak, keling, navbatni yana bir shogirdingizga bersak. Boshlovchilarda ham improvizatsiya bo'lib turadi-ku. Qizimizda ham. Xo'p, so'z kimga navbatni beramiz? Kamolov Burxoniddindan qo'shiq eshitamiz. Xo'p, Burxoniddin, qanaqa qo'shiq eshitamiz sizdan? Yalla. Raqs bobo sho'xmi? Qani Imonaxon raqsida Imonaxon. Marhamat. O'rtaga chiqib olamiz. O'zbekiston vatanim, baxt bahorim chamanim, yurt yagona xalqdan xor, eliga fido jon tanim, uchib qaynoq quchog'im, ko'ziga surtib tuprog'im, hurlik qo'shig'in kuylab, o'paman yurt bayrog'in. Yalla 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 yalla, taronaman allaman. Yalla 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 yalla, yurt ishqida yonaman. Yalla 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 yalla, taronaman allaman. Yalla 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 yalla, yurt ishqida yonaman. Odam bolamni deydi, sog'lom olamni deydi. Oshiq ahli vafoli, sodiq sanamni deydi. Sadoqatdan kuylayman, oqibatin o'ylayman. Muhabbatsiz hayot yo'q, taronamdan kuylayman. Yalla 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 yalla, taronaman allaman. Yalla 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 yalla, yurt ishqida yonaman. Yalla 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 yalla, taronaman allaman. Yalla 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 yalla, yurt ishqida yonaman. Yalla 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 yalla, taronaman allaman. Yalla 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 yalla, yurt ishqida yonaman. Yalla 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 yalla, taronaman allaman. Yalla 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 yalla, yurt ishqida yonaman. Ey, yashang. Raqsida Imonaxon. Minnatdorlik bildiraman. Allohida qarsaklar chalish kerak, mana shu qizchaga Albatta. borku. Juda ham zo'r raqsga tushdi. Imona, bu qo'shiqni o'zi azaldan bilarmisiz? Qani mikrofon uzatinglarchi akalari? Yo'q. Bilmasmidingiz? bilmasmi Hali deysiz? improvizatsiya qilib tashladingizmi hamma joyda? Shunaqangi ritmga tushib berdi, qoyil lekin. Raqsdan xabaringiz bor adashmasam sizda ham.
Menimi? Yo'q, lekin raqsdan xabar. Aytdingiz-ku to'ylarda davradan chiqmaganman dedingiz. Endi unaqa to'ylarda hamma ham darvoqe. o'ylab tashlaydi-ku. Xo'p, demak, Ayollarga xos hozir aslida ko'rib turibdi shogirdlar juda ham yaxshi harakat qilishyapti o'z o'sha ijod namunalarini. Xo'p, Imonaxon, o'zingiz ham alohida raqs tayyorlab kelgansiz, adashmasam. Xo'p, qanaqa raqs u? Sho'xmi yoki sokinmi? Sokin. Sokinmi? Uxlab qolmaymizmi biz hech qilib? Uxlab qolmaymiz. Tushamizmi raqsga? Charchab qolmadikmi? Marhamat, qani keling unda. Raqsimiz bor, Imonaxon ijrosida. Marhamat. Oltinsoylik mashhur raqqosamiz Imonaxonim. Qoyillik. Stovni ko'rganmisiz? Ha, albatta. Ko'rgansiz. Agar o'sha patlarni yoyganda beixtiyor o'sha Hammani maftun qilishni aytyapsiz. qimilla olmay qolasiz atrofga. Ya'ni boshqa tomonga ko'zingizni olib qocha olmaysiz. Hozir raqs san'ati ham xuddi shundayda. O'zini o'sha nozik harakatlari, jilosi bilan e'tiborga juda ham tez tashlanadi. Ayniqsa, uni kichik yoshdagi o'yinchilarimiz, raqqoslarimiz shunaqa ijro etib qo'ysa, hozir ham menimcha ustoz bu yengil raqs emas edi. Musiqasi ham va raqs harakatlari ham ancha qiyin, murakkab. Chunki bunda so'zlar yo'q-da. Shunda bu raqsda asosan
ritmga tushish kerak. Keyin qo'l harakatlari, oyoq harakatlari deymiz. O'sha harakatlarni to'g'ri bajarib, ustozlarimiz o'rgatishgan. 4 yildan beri o'qiyman dedi. Mana natijasi ko'ryapmiz. Qoyil, lekin nima demoqchiman Asliddin aka bu yerda Imonaxonga qaysidir taraflama havasim keldida. Chunki mana yuqorida Quvonchbek aytayapti, raqsni bilardingiz-a deb. Endi raqsga nisbatan qiziqishim bo'lgan bularning yoshida, lekin nima ota-onalarimiz ruxsat berishmagan. Voy senga san'at kim qo'yibdi? Sen undan ko'ra matematika o'qi, ingliz tilini davom ettir deyishardi-da. To'g'ri, endi ular ham meni bir shaxs sifatida shakllanishimni istashgan, lekin bolani qiziqishi nimaga nisbatan ketsa, baribir mana ijod yo'nalishida ketyapman hozir ham. Bolani qiziqishi nima bo'lishidan qat'iy nazar uni qo'llab-quvvatlash kerak, nima desam ekan, yo'lga solish kerak. Siz bunda nima deb o'ylaysiz? Albatta. San'at yo'nalishida ketgan bola bilan oddiy bolani nima farqi bo'ladi deb bir-biriga ichib taqqoslab ko'rganmisiz? Ha, albatta bu san'at insonni yaxshilikka undaydi faqat. Xalqimizda orasida ham yaxshi gap bor. Musiqaga ixlosmand odam, musiqachidan, san'atkordan yomonlik chiqmaydi degan bir yaxshi gap bor. Bizda tumanimizda 2 ta musiqa maktabi bor. Tumanimizdagi barcha talantlar uchun musiqa maktablarimiz eshigi ochiq. Mana shu o'quvchilarimiz tumanimizda tadbirlari, tumanimizdagi, respublikamizdagi o'tadigan barcha tanlovlarda doimiy qatnashib, eng faol o'rinlarda olib keladigan o'quvchilarimizdan eng iqtidorli o'quvchilarimiz hisoblanadi bular.